Assalomu alaykum boshliq. Va alaykum assalom, yaxshimisizlar? Uzr boshliq, qo'limiz kiriydi. O'rtoq, bunda o'tirma. Hamma ustingga buni kiyib olgan. Havo sovib qoldi. Rahmat o'rtoq. Problemalar ko'payib ketganiga issiq suvning farqiga bormay qolma. Problemalar hammada bor, o'rtoq. Shamollab olmagin. Menga qarang, xotinlarga o'xshab gap sotmay ish chiqinlaring hozir xo'jayin kelyapti. Bo'ldi. Ha. Oyligingni olsin. Mamit bilan kelib chiroyli qilib qo'ymaysanmi? Qarang shu cho'chilar o'rtalari bo'm-bo'sh turibdi. Hozirni kelsa sasiydi yana Mamitda menga. Bo'ldi, aka qilyapmiz-ku. San nima qilsin? Santexnika bo'limini to'g'rilab chiqolma aka. Sanlandibcha undan gap eshitsam boru, yoraman ham men. Tez-tez ishingni qil bilib. Ha bolalar, hormanglar. Charchamayapsizlarmi? Assalomu alaykum boshliq. Va alaykum assalom. Uzr boshliq, qo'limiz kiriydi. Qo'ling kir bo'lsa, iching kir bo'lmasin. Charchamayapsizlarmi o'zinglar? Assalomu alaykum, xo'jayin yaxshi keldingizmi? Tuzumimiz tinchmisiz? Katyollarni hammasini sotib bo'ldi siz aytgan narxda. Uje ikkinchi partiyani ham yarimi sotilib bo'lindi. Yaxshi qilibsan o'rtoq, lekin xo'jayinni hammani oldida uyal turg'magan iltimos. Sanlar nima qilyapsanlar? Kirib tez-tez ish qilmaysanmi? To'xta. Men bunaqa muomala qilyapsan bularga? O'rtoq, bu bitta mardikor bo'lsa, pulini olyapti. Nima farqi bor, ishini qiladi. Menga qara o'rtoq, qanaqa holatda ko'tarilganini esingdan chiqib qoldimi deyman a? Mardikor degani odam emas-da, to'g'rimi? Hozir senga, menga berayotgan omadni bunga berishi mumkin emasmi o'rtoq? Hech shu narsani o'ylab ko'rmaganmisan? Menga qara o'rtoq, bu bitta mardikor bo'lsa. Buni peshonasiga hayotda yozilmaydi men bilan senga o'xshab yashash. Yur ichkariga kiraylik. To'xta. Bir kishi pul topib, bosar tusaring bilmay qolibsan-a? Ertadan ishdan bo'shading. Shu bolalar ertaga ish boshqaruvchilik qiladi.